4-chi bosqichdagi ong masalasi. Sizni to'xtatib qo'ygan ong zodi nima? Sizni ziddiyatga to'ldirib qo'ygan ong zodi nima? Ong harakatni kontrol qiladi. Siz nima qilishingizdan qat'iy nazar ongni cho'glabla harakat qilasiz. Siz balkim shu xil ongni bilmasligingiz mumkin. Chunki ular ongsiz holatda bo'ladi. Biz zodi sizni nimaning kaniga tartayotganligidan iborat ongni tep baqili. Sizni oldiga elib mangdigan ongni tep baqili. 4-chi bosqich bo'lsa, siz shu to'solg'larni yo'qotishingiz uchun engingizni o'zgartirishga muhtoj. Ong deganlik bo'lsa, u bir xil narsa emas. U degan bir xil his qilish jarayonining natijasi. Ong ma'lum shayning qanday shay ishkanligini jazmlashtirdi. Agar men sizni aynak ustida mengishga da'vat qilsam, siz putim kesilib qanab ketadi deydigan ongning turtkisida ching turib olsangiz, u chaqda men sizni uning tepsida mangdirishga amalsiz qolaman. Lekin amaliyotda mening leksiyalarimda nurg'unlagan odamlar aynakning ustida mangan. Sizni aynakning ustida mengishdan to'xtatib qo'ygani bo'lsa, dal sizning engingiz. Bu xuddi agar siz atdigan soat 6 da o'rnimdan tura olmayman desangiz, tura olmagandek ish xolos. Demak, siz qandoq o'ylasangiz shundoq qilasiz. Siz to'g'ri deb qarang yoki xato deb qarang, sizning to'g'ri. Chunki siz ashu o'zingizning engini cho'r deb ish qilasiz. Agar siz muvaffaqiyat qozonolmayman deb jazmlashtirsangiz, siz muvaffaqiyat qozonmaslikning barliq bahonalarini izlaysiz. Chunki hech kimning mag'lub bo'lg'isi yo'q. Engimiz harakatimizni kontrol qiladi. Ba'zida bizning engimiz yo'shirin holati bo'ladi. O'yg'oq holatdagi engimiz bizga 7 o'lchab bir kas deydi. Yo'shirin holatdagi engimiz bo'lsa, ikkilanish mahrum bo'lganlikdir deydi. Bizda har doim mushundaq ziddiyatlik ong holati, ong formulasi bor. Sizning nima qilishingiz yanınız sizning engingiz tarafidan belgilanadi. Siz balkim buni sezmasligingiz mumkin. Biz bir narsani qayta daversak, bizda shuning ishondigan ong shakllanadi. Bu xil shakllangan ong nimaga qayta ishonganligimizga bog'liq. Bu xil ishonish ham aktiv holatdagi ongni ham pasif holatdagi ongni shakllantirishi mumkin. Masalan, siz erishalaydiganligingizga ishonsangiz, qila oladiganligingizga ishonsangiz, o'zgartira oladiganligingizga ishonsangiz, vujudga chiqara oladiganligingizga ishonsangiz, bu xil qayta ishonishlar orqali sizni shuni qila oladigan ong shakllanadi. Agar sizni shakllangan ong ijobiy bo'lsa, sizga kuch beradi. Aksicha bo'lsa, sizni cheklaydi. Shu sababdan sizni cheklangan ong bo'lsa, sizning barliq harakatlaringizni cheklaydi. O'zingizda bor bo'lgan barliq cheklimchanlikka ega bo'lgan onglaringizga raqobat e'lon qiling. Bu xil cheklimchanlik ongning kallingizda qayta chambar shaklida paydo bo'lib, harakatingizni to'sishiga hargizim yo'l qo'ymang. Siz bir muzikani anglayversangiz zeriksiz. Bir kinoni qayta ko'raversangiz zeriksiz. Mushuninga o'xshash, siz bu cheklimchanlikka ega ongdan zeriking. Uningga raqobat e'lon qiling. Chunki barliq o'zgarishlar ongning o'zgarishidan keladi. Ba'zi odamlarning ong sistemasida mundaq bir narsa shakllangan bo'ladi. Ya'ni men bir ishni qilmayman, biroq qilg'im bor degandek. Umid qilibli turish intan bir ojiz holat emasmi? Siz umid qilibli bir ishni amalga oshira olmaysiz. Balkim shu umidingizni cho'qim qilishingiz orqali amalga oshirsiz. Undaqda biz qanday qilib 4-chi bosqichda passiv ong holatni aktiv ong holatiga o'zgartira olamiz? Eng avval qani mushuninga asosan mashqdan birini ishlaylik. Birinchi, o'tmishda sizning nishonlaringizga yetishga to'sqinlik qilgan passiv ong holatlaringizni yozing. Qanday bahonalarni izlagan, qanday passiv ong holatlari bo'lgan, hammani yozib chiqing. İkinci, endi sizni oldiga mang'izishdagi yangi aktiv ong holatlarini yozib chiqing. Masalan, burunqi ong holatingizda chiniqish azobliq bo'lsa, yangi ong holatingizda bo'lsa, chiniqmaslik azob bo'lishi kerak. Chunki o'zidan umidsizlanish bo'lsa, dunyodagi eng azobliq ish. Chiniqish oson, oddiy ham ko'ngillik bo'ladi. Siz o'zingizga, chunki men uni qila olmayman, uning ayrim vaqt ajratib chiqara olmayman, uni kundalik turmushimga kirgiza olmayman desangiz, bu chiniqishingiz kundan kunga osonlashmaydi. Ondan siz uningdan huzur topa olasiz. Yangi ong holatini barpo qilish uchun passiv va aktiv ong holatlardan eng oz degandimi 3 ni yozib chiqing.
Əməliyyatda qancha ko'p yazsangiz shuncha yaxshi. Koni ang altida turavermang. Bir kunmi, bir soatmi, bir minutmi, bir daqiqami ta'xir qilishga bo'lmaydi. Hozirdan boshlab harakat qiling. Siz planni tuzib qo'yibla ang holatlaringizni o'zgartmasangiz, bu ang holatlaringiz planingizni uzun o'tmayla o'chirib tashlaydi. Uzun o'tmayla barbod qiladi. Ya'ni shuni deb qo'yay, siz mukammal bo'la olmaysiz. Ba'zida ishlarni qalaymqon qilyapsiz. Bu vaqtda ishlar nishondan chetlanib ketadi. Agar siz bu 4 bosqichni, ya'ni birinchi bosqich parakand bo'lish bosqichi, ikkinchi bosqich haqiqiy qaror chiqarish bosqichi, ya'ni nimaga muhtojligimizda haqiqiy qaror chiqarish bosqichi, uchinchi bosqich ko'p miqdorda plan tuzish bosqichi, to'rtinchi bosqich bo'lsa ang altini o'zgartirish bosqichi. Agar siz mushu bosqichlarni qilsangiz, oldingiz qarab minishingizda ajoyib harakatlantirgich kuch paydo bo'ladi. Bu chaqda paydo bo'lgan raqobatlar sizni erishmoqchi bo'lganlaringizdan hargizmi to'sib qola olmaydi.